电视机前的观众朋友们，你们好！你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台和新疆博格拉文化传播有限公司联合制作的大型电视网络文艺节目《Perideo 丝绸之路之声》。我是主持人倪嘉德。我们马上要进行的是本节目的第二阶段，也是我们的对决赛。Salam ekran aldidagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi bağlıqçı ustozlar. Ushbu damlarda diqqatingizda bo'layotgani Urumchi radio televiziya stansiya bilan Shinjang Bug'ra madaniyat taqiti chekli sherikda birlikda uyushtirgan cho'ng tipdagi televiziya to'r universal san'at programmasi 5-qaror Perideo Ipak Guli sadosi. Men riyosatchi Nijat Vali Yaqub navbatda sizlarga mana shu sahnada xizmati bo'la olganligimdan o'zimni intayin baxtli his qilib turibman. Programımızın adil bo'lishi uchun biz suyumlik ustozlarimizni baholag'uchi qilib olgandan sirt yana alayda taklif mehmonlarimizni naq maydonimizga chaqirib akvoldik. Undaqda navbatda biz ana shu suyumlik ustozlar baholag'uchilar bilan tanishib chiqaylik. Şinjan Uyg'ur Abdunum rayonlik Partikom tashviqot bo'limi sobiq muavin kuzatuvchisi Shinjanxo apandim. Shinjanxo muallim sizni qizg'in qarshi olamiz. Mayinda da olay. Devletlik birinci derecelik artist, dağlık nakşçı, Şinjan Moda Müzik Cemiyeti'nin muavin başlığı, İpek Yolu Sadası programısının baş ustazı, hürmetlik Abdullah Abdurrahim efendim karşılamız. Devletlik birinci derecelik kompozitör atağlık nakşçı, Şinjan Moda Müzik Cemiyeti'nin muavin başlığı, medeniyet kesbedeki başlamcı ihtisas ilgisi, mütehassıs Ablet Ablikim efendim karşılamız. Şinjan Sanat Şöyyeni'nin nakşı okutçusu, lektor Ayşegül Muhammed Hanım karşılamız. Zamanıvi müzikçiliğimizdeki yeni yol aşkıcı, yaş kompozitör, nakşçı, Mevlana Ansamblı'nın kurgucusu Mevlan Memtimin efendim karşılamız. Şükürsiz. Şinjan Sanat Şöyyeni'nin yaş nakşı okutçusu, yukarı avazlık ayal nakşçı Aygül Gulam Hanım şükürsiz karşılamız. Qandarak ahvoling? Yaxshi. Ammo lekin chochlaring bak payzjuma. Bir maxfiyatlik vaqti bugun deb biretay. Peridioniki ma chash yuz yo'qligi mana. Haqiqatan. Nochiman, 2 soat kelsan birni. Rahmat. Ishni ishlatsam chashlaring menikidek son bo'lib ketdi. Rahmat. Tabiiylik ve saflıqni asas qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Shinjang Perideo sodichaklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Yaxshimsizlar inlarim, muborak bo'lsin. Mana Ipak yo'l sadosi sahnasida yaxshi naqshlaringlar bilan Abdullah Abdurrahim ustozimizning Perideo gruppasiga kiribsizlar. Bu gruppada sonnoit aljuma 4 adam kiralaydi. Aslida bugungi bu yig'inni Abdullah Abdurrahim ustozimiz sizlarga ochmoqchi edi. Xizmat munosabatlari jiroq ketib qilib, bugun men kelib qoldim o'rniga. Ismingiz? Anvar. Anvarjon. Qaysi naqshni tayyor qildingiz? Abdullah Abdurrahim ustozimizning o'g'li. O'g'limi? O'g'limimiz yaxshi ko'rdigan, yoshlarimiz yaxshi ko'rgan naqshlardan biri. 90-yil tunji qatim anglagan. Bu texmo bizning Abdullah Abdukim ustozimizning ijodiyati, teksti, muzikasi hammasi o'zining ijodiyati. Pek yaxshi naqsh, hammamiz yaxshi ko'ramiz. Ham qiyinlik darajasi yuqori bo'lsa yaxshi tayyorlik qilib, mush qatim sahnaga eng katta holatda chiqqan. Siz cho'fkam, ismingiz? İsmim Abduvali. Abduvali. Qaysi naqshni tayyor qildingiz? Bu ketim ben ikimiz de anlatmak için sunanınki. Nikoy Hoylay. Nikoy Hoylay. O xili yuqori naqsh juma. Pidayni ching bog'lab chiqib, katta etutdan. Chunki yuqori ovozga, shu jushqin hissiyatga bek ahamiyat bersak, u naqsh yaxshi chiqadi. Nikoy Hoylay. Siz cho'fkam ismingiz? Abduzohir. Abduzohir. Qaysi naqshni tayyor qildingiz? Shabovlarni Anshangmi yaxshi naqsha. Anshang tüvini tüven başlap, küttegeni yuqori ko'taradigan hissiyatning jushqunligini, anda yengilligini, har xil mahoratni talab qiladigan naqsha. Cho'qim yaxshi tayyorlik qiling, cho'qim yaxshi natija bo'ldi. Ismingiz? Mahliyar. Mahliyar. Ajoyib payz ism. Mahliyar. Siz qaysi naqshni tayyor qildingiz? Abdullah Abdurrahim ustozning Güzelim degan. Teksti Abdullah Abdurrahim ustozimizning o'zining. Bu chiroyli naqsha. Inchikit nuqtalari jiq. Sahnada jiddiylashib ketmay, o'zingizni tutib olib, esingiz cho'qim yaxshi chiqadi deb o'ylayman. Xo'sh, bu qatimqi musobaqaning qoidasi ozroq o'zgaribdi. Har xil sabablar tufayli bizning hozir shu 4 guruhdan
ba'zanlarda 1dan, ba'zanlarda 2dan o'quvchilar kelolmaydigan bo'lib qolibdi yoki qatnasholmaydigan bo'lib qolibdi. Shuning uchun shularning o'rniga sizlar bilet tatish orqali shu ustozlarning guruhiga kirsizlar. Tayyorlig'inglar puxta bo'lsa, sahnaga ifodanglar yaxshi bo'lsa, tanlansizlar. Tanlanib shu guruhga kirib, shu guruhning a'zosi bo'lasizlar. Shuning uchun yaxshi tayyorlik qilinglar. Sizlarga omad tilayman. Naqshlaringlarni yaxshi mashq qilib, eng katta natija bilan ustozimizga javob qaytaringlar. Ma'qul. Ekran oldidagi aziz ko'rmalar, naq maydondagi suyimlik bağlıqçı ustozlar, biz birinchi qaror Ipak yo'li sadasi programmasidan tortib hozirgacha programmamizning rangdorligini oshirish uchun o'yin qoidalarini almashtirib keldik. Bu sababdan balkim ko'rman do'stlarimiz 5-qaror Pavideo Ipak yo'li sadasi programmasining 2-bosqichidagi o'yin qoidasi zodi qandoq bo'ldigandi deb qiziqsinayotgan bo'lishi mumkin. Biz bu bosqich o'yin qoidasini mundaq qilib bekitdik. Ya'ni har bir guruhdagi mahirlar öz grupsidagi yana bir mahir bilan 2dan bo'lib musobaqaga tushdi. Turli sabablar tufaylidan bu qitimqi musobaqamizga jami 5 nafar mahirimiz kelinmay qoldi. Albatta ana shu mahirlarimizning o'rnini to'liqlash uchun Abdullah ustozning Pavideo grupsidagi 4 nafar mahir bu navbatlik musobaqaga qatnashdi. Shundaqla o'xshashdan baygi bosqichda birdan musobaqaga tushdi. Eng oxirida qolib qolgan bir nafar mahirimiz bo'lsa, o'z oldiga mahorat ko'rsatish, o'zining eng yaxshi holatini namoyon qilish orqali ustozlarning bahosiga erishdi. Shundaqla tanlanish va shallanishi belgilandi. Shunlashqa barliq mahirlarimizning bu navbatlik musobaqada texmi sagak bo'lishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz hamda ustozlarning o'yin qoidasini oldin bilib qo'yishini, tayyorlikning puxta bo'lishini talab qilamiz. Navbatda sahnamizga bosh ustoz Abdullah Abduriyim guruhisidagi, ya'ni Pavideo guruhisidagi 4 nafar mahirimizni taklif etamiz. Sahnamizga marhamat. Pavideo guruhisidagi mahirlar, navbat sizlarning oldinglarga Pavideo shirkatining mahsulotining o'ralma qepini chiqdim. Buning ichida asli ferment bor, lekin navbatda sizlarga ferment taqatmayman, ism kartasi taqdim. Ya'ni buning ichida bugungi musobaqamizga turli sabablar tufaylidan kelinmay qolgan mahirlarimizning ismi tushirilgan, ism kartasi yushirilgan. Sizlar har biringlar o'zinglarning ko'ngli tatqinini tatib turib, shularning o'rniga bugungi musobaqaga qatnashadi ekansizlar. Tayyorliklar bormi? Bo'ldi. Bunda hisob bir boshdan boshlab baqayli, ha. Xo'sh. O'ttirdik ana oldi. Sizga ko'rsatsangiz bo'ladi, qarshi tarafni. Turg'unjon Mehmetning o'rniga musobaqaga tushdi ekan, muborak bo'lsin. Xo'sh. Abduali do'stimiz Wang Feifeining o'rniga bugun musobaqaga tushdi ekan, muborak bo'lsin, sizga omad tilaymiz. Pavideo guruhisidagi mahirimiz Abduzahir hozir jiddiylashib qaysini ilishni bilmayotdi, ha? Abduzahir Abduvali To'xtabagning o'rniga musobaqaga tushishga tayyorlabdi. Tayyorlig'ingiz bitdimi? Sizga omad tilaymiz. Mahliyar Binira Yar Muhammadning o'rniga musobaqaga tushirgan, sizga omad tilaymiz. Qo'ling.
摘下一片昆仑白云，和你共缠绵这一晚一年，留下狂舞追赶。天山上根，被雨淹没，又几度浮现。谁的誓言被追寻千年，穿过云间，又落成不言。悠悠青山可见，为何花开无莲？清清丽水可见，为何情深缘浅？我拥有痴情负你一世间，山间间，路漫漫。我叹息一地天池碧水，与你共婵娟那一晚一年。我拥有痴情负你一世间，山间间，路漫漫。我叹息一地天池碧水，与你共婵娟那一晚一年。花君一去不Ekrandaki aziz görmənlər, naq meydandakı bahalıqçı ustazlar. Ondaqda biz müsabiqimizni rəsmi başlap ketəydik. Növbətdə səhnimizə çıxdığını Yaşın qrupsidiki ayırla səhnimizə mərəmət. Bu grupdaki balalarning asosiy ahvolini, shu bir necha ahvol ichida men bir naqshlarni anglab chiqdim. Har xil uslubda naqsh etilgan bolalar bor ekan. Go'zal ovoz bo'lsin, milliy uslub bo'lsin, ommabop uslubda bo'lsin, har xil bolalar bor ekan. Endi meniki hozir sizdan bilmoqchi bo'lganim, bu balalarni uslub jihatdan bir gruppaga bo'lish. Mesela Reyhangül Jamal'ның avazı, terbiye köygen kesbi alatki milli avazı kırdıcı. Hem de İrfan Ekber bu zamanıvi uslupta nakşetidigan okuçumuz. Men hem de bizning grupta bir yenilik bo'lgan, xaslıqni yo'qotmagan holatda bir yangilik bo'lgan degan umidda hammasi o'zining ovozida, o'zini yo'qotmay alayligini namoyon qilib turib, hamkorlik milliylik bilan, milliy uslub bilan o zamonaviy uslubni birlashtirib bir yangi asar chiqarib baqsa qandoq bo'lgandi degan umid bilan mushlarni bir guruh qilsa qandoq bo'lar? To'g'ri o'ylabsiz. Men Rayhongul Jamal bilan Irfanning ovozini anglab baqdim. Asosiysi ikkisining uslubini bir ekib qildik. Bizning Yaşın grupimizdan maydonga tushmoqchi bo'lgan Mahir Rayhongul Jamal bilan Irfan Ekber. 大家好，我是Rayhangul Jamali. Ko'pchilik yaxshimisizlar? Men Rayhangul Jamal. 大家好，我叫伊尔潘埃克贝尔，来自克勒玛依。Salam dostlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Irfan Ekber, Qarmaydan keldim. Bu qitim programma qo'yilgandan
qo'yilgandan keyin shu cho'nglarning bo'libmi bekerek alqışıga erishgan bo'ldim. Do'stlarim bo'lsin, hammasi meni shunchalik suyunib ketdi, bek yaxshi aytding deb maqtab deganing. Sekindik raqobatchim Rayhongul Jamol adimizlikini anglab, intayin hayajonlandim, ham xo'sh bo'ldim. Shu jarayonda bu achimiz bilan fikr almashtirib, ham kasbiy jihatdagi bilmagan chala ham ortiqchilik xayollarimizni bir-birimizga ham bahrlash orqali bu qitimqi programmaga yaxshi tayyorlik qildik deb o'ylayman. Erpon bilan shu paranglashgandan keyin menda bu bir xil musobaqa emas, ya'ni bir do'stona bir faoliyatdek bir ta'sirotga kelib qoldim. Bisimlarim yangilab ketdi. Vatanni suyup her dem Bağrımga tinip bekkem Vatanni suyup her dem Bağrımga tinip bekkem Köktirep durar mezmut Tenşen tağları körkem Tenşen tağları körkem Köktirep durar mezmut Tenşen tağları körkem Tenşen tağları körkem Halkımın huzuru Halkımın huzuru Şıkkınlarının energiyanlar, hissiyatlarla birge kelsin, bütün sahnini evciga ko'tardingiz. Ham Aygul mamning yetakchilik ostida qanday ovoz chiqarish, ham qanday nafasni qanday kontrol qilish degandek kamyalarimizni to'liqlab, Puroq jihatda yanama bekerak kuchishingizni umid qilaman deb taklif fikrlarni berdi. Rayhongul Jamol adimizga bu qitimqi sahnada qattiq qutuqlarni tilayman, ham o'zimga yaxshi bo'lgan natijalarni tilayman. Erpon g'ayrat qiling, men bor kuchim bilan yaxshi aytishga tirishaman. Sahnada ko'rishaylik. Tabiiylik va safliqni asos qilib ishlangan Quzur mahsulotlari bilan Abdunum rayonimizdagi har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Payvideo savdo cheklanish shirkati programmamizning tojdorligini oldi. Bu programmamizni yangi taratquv sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan mazmuni sarxil e'lonsiz suzuk bo'lgan izlash aptitali alohida talab qildi. Programmamizni rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Yoshing tibbiy dorigarlik cheklanish shirkati alohida strategik hamkorlik o'rnatdi. Bu programmamizni Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari ham shundaqla tartuq yurishlik kolalari alohida qo'lladi. Bundan başqa yana sarton algat shifasi qatorliq patentlik olqishliq mahsulotlari bilan har millat iste'molchilarining yoqtirishiga muyassar bo'layotgan Xinjiang Yangnur biopantexnika cheklanish shirkati programmamizga alohida yordam berdi. Biz mana shu nuroniy sahnamizda mazkur shirkatlarga ham minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan mazmuni sarxil e'lonsiz suzuk filmlar mujassamlangan izlash aptitali mayirlarga omad tilaydi. Vatanni suyup her dem Bağrımga tinip Mekke Vatanni suyup her dem Bağrımga tinip Mekke Köktirep durar mezmun Tenşen tağları körken Tenşen tağları körken Köktirep durar mezmun
Keşen tağları görken, keşen tağları görken Ecelin gururi o Halıkni huzuri o Vatanın gururi o Halıkni huzuri o Halıkni huzuri o Deryalar akar oynap Çarvular yürer yayra Deryalar akar oynap Çarvular yürer yayla Gülşenler çaçar ember Bulbullar turar sayra Bulbullar turar sayra Gülşenler çoçar ember Bulbullar durar sayra Bulbullar durar sayra Zumrette güzel çehri Dılda coş urar mihri Güzel çekri, dılda coş urar mikri, dılda coş urar mikri. Mikridim küter dikkat Savutkan bina retret Mikridim küter dikkat Savutkan bina retret Koynida hayat yaşna Taptım ben gülük nusret Taptım ben gülük nusret Koynida hayat yaşna Taptım ben gülük nusret Taptım ben gülük nusret Ana söygüsü öçmez Köklen bağredin köçmez Ana söygüsü öçmez Köklen bağredin köçmez Köklen bağredin köçmez İrpanovga мәшq бақамдық. Maqulmadım, məşq baqaydı. Şu ciddiləsəm gilim quruydu. Aşındaqma? Undaq bolsa ma yaşың mineral suydan içib beqaң. Maqul, rahmat. Rayonimiz təvəsidə təbii içimlik işləp çıxırış sahəsidəki qo'lluq karxana Şinjan Yaşın Tibbi Doğrugerlik Çeklik Şirketi mayırlarga omad tilaydi.
Xo'sh, ekran oldidagi suyimli ko'rmanlar, naq maydondagi bağlıqçı ustozlar yuqorida. Aygül G'ulam ustoz yetakchiligidagi Yashin gruppasidagi 2 nafar mohirimiz, ya'ni Rayhongul bilan Erpan ikkisi ko'rkam Tianshan tog'lari nomli naqshini sovg'a qildi. Biz oldi bilan baho so'zni va yoki tavsiya bosqichini bosh ustozdan boshlab boqaylik. Abdulla apandim, sizningcha bugun mush 2 nafar mohirimizning qaysi birisi sizga bakrak yaraydigan yo'sinda o'rnab bergandi? İkili balımız nayt yaxşı o'rinladi, ikkilisi yaraydı. Bu o'quvchilarimizga deb qo'ydiganda bir gapim bor endi. Xo'sh. Bag'riga tengib mahkam, bag'rimga emas. Bag'riga tengib mahkam. Kim bu? Tianshan tog'lari. Ko'kni tirab turayotgan Tianshan tog'lari yurtni suyib, bag'riga tengib turayotdi degan gap. Bag'rimga emas, ashani tuzib olsanglar. Bu haqiqatan bizmi ergishib aytgan chaqda xato aytib tushgan bir misra aka. Biz özümüzge bağlab yaptık onu. Tianshan tegini bağrımızga bastık deb. Endi o hissiyat mı to'g'ri? Lekin so'zni yozganda, o shoir shunday yozgandikin biz shu bo'yicha. Saqandi mening bugun tavsiyarim shu singlimiz Rayhongulni tavsiya qilaman. 好的，尊敬的沈先生，那您觉得这2位朋友今天在这个舞台上表现最佳的是哪一位？2位选手唱的都非常好。唱的都非常好。歌唱天山，歌唱祖国。对。这个音质非常好，感情也非常到位。就是Rayhan呢，他的这个表情啊非常到位。非常一看非常这个他的动作，形体动作都非常到位。Erpan呢就略微显得有点这个拘谨，这个2个人的反差呢就有点大了一点大了一点。Rayhongul呢应该是各方面都比较到位。您的推荐是？我的推荐还是推荐这个Rayhongul。谢谢。好的，非常感谢老师。谢谢。Mevlana efendim, sizning tavsiyangiz? Men bu her ikki o'quvchining aytgan naqshdan aytdi zo'qlandim. Her ikki Laylaning ovozini yoqtirdim. Andan bayan menmu his qilgandim Abdulla akam deb o'tdi. Mush naqsh aytganda tekstning mantiqisiga, so'zlarning nimasiga bakroq diqqat qilishinglarni umid qilaman. Andan bu naqsha menga Rayhongulga bakroq tushgandek bilindi. Lekin Erpan akam sen mi yaxshi aytding? Shunda bo'lganda mening eng oxirida tavsiya qilganim yana Rayhongul. Rahmat. Erpan hech gap yo'q. Amaliyotda yanimizdan 2 nafar ustozimizning tavsiya qilish fursati bo'lgandan boshqa eng oxirgi qarorni baribir Aygul ustoz chiqardi. Qani, undaqda Ayshigul xonim. Men shu Abdulla ustozning gapiga qo'shilaman. Xo'sh. Va shu Mevlana apandimning gapiga qo'shilaman, chunki biz deydigan gapni dedi. Erpan ukamniki aytganini aldım, lekin erlarning aytganini rostdan desam birinchi qatim anglashim kerak. Bu oldida Aşkıl Mevlan kamla bir ömek şekilde Abdülkadir Yar Edi efendim Katarlıklar bilen birlikte nayet çıraylık yüzünde bir orulap çıkan. Ben bunu ağlamayan gelmek geçirirsiniz. Üzemdeki noktasını sözlesem ben Rayhongulga Teşekkür tavsiye kılısın şuna. Hanımlar size vicdan azabı tatmayı tavsiye kılıyorum. Ablet kamla gepini ağlap bakaydı. Her işkili mahir nurg'un qatnashgan, shu Ipak yo'li qatnashgan nurg'un bolalar ichidan tanlanib, yaxshi bo'lg'achqa, shu har bir guruhning 16 dan eng ilg'or guruhlangan mushundaq bir guruhning ichiga kirgan mayirlar bu. Oldi bilan mush utqu bilan bularni tabriklasak bo'ladi. Hozirgi mush naq maydondagi ikkisining peki aladagi mush naqshida hamda Erpan elimizmi yaxshi aytdi, lekin shu naqshining xarakteri, uslub jihatdan shu Rayhongulga bakroq aloqa ifodasi yaxshi bo'ldi deb qaradim endi menmi. Mening tavsiyalarim Rayhongul. Rahmat. Bugun barliq tavsiyalar Rayhongulga bakroq mujassamlanib qoldi. Biroq oxirgi qarorni yanıla ularga yetakchi bo'layotgan, ularni tarbiyalayotgan ham ularni bakroq tushunadigan Aygul xonim chiqirdi. Shunlashqa Aygul xonimning navbatdagi keskin qarorini bir anglab boqaylik. Endi bu Ko'rkam Tianshan tog'lari degan bu asar mayli tekst jihatdan bo'lsin, mayli melodiyasi, musiqa ijodiyat jihatdan bo'lsin, mayli o'rinlash jihatdan bo'lsin, shundoq eng yuqori pallaga yetgan badiiylik jihatdan, hamma jihatdan
yuqori pallaga yetgan bir asar deyishga bo'ladi. Irfon ukamizmi shundoq yaxshi o'rnab berdi. O'zininki butun qobiliyatini, butun kuchini namoyon qildi. Shunday yaxshi o'rnadingiz. Erlarga nisbatan haqiqatan bu naqsha qiyinlik talab qildi. Asan emas o'rinlash. Onun ustiga ovoz doirasi misol yuqorida buning ovoz doirasi kengroq. Siz shunday yaxshi o'rnab berdingiz. Tirishdingiz. Sizning bu tirishchanligingizga qoyil bo'ldim ukam. Rahmat, mo'min, rahmat. Mening oxirgi qarorim Men Parizat G'ani. 20 necha yillik ekran hayotimda kino filmlardagi rollarni shu obraz bo'lib o'rinlab keldim. Go'zallikimni tabiatning tabiiy so'ng'usida sug'urib keldim. Ismimga yaqin bu shabnam tomchilarini pavilyon bilan tabiatning so'ng'usi sifatida sizga berib keldim. Gul ustidagi shabnam, gul bo'sini jo'nalandirmasa. Siz gül, ben şebnem. Yusuf'umuzga hasret, Yusuf qo'shilgan tavli guli bo'laylik. İzleş aptitaldagi filmlar ilansız süzüp yengilishdir. Vakolatchi bu taqitib kirim qilalaysiz. İzlesh tarjimoni davlat o'rtaq til yoziqi o'rganishdagi eng unumli detal. 200 mingdan ortiq so'zlik ombir saqlangan. Aqliy iqtidorlik. İzlesh kirgizgich qo'laylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Öz əcri bilan hayotiy kuchi urg'ib turgan. Davlatning yeşil yemeklik ijozatnomasiga erishgan. Har xil yosh qatlamidagilarning ichishiga mos keladigan, menga quvvatlash ichimliklarini ishlab chiqargan Yoshing dorigarlik tibobat mahsulotlari zavodidan sovg'at. Yoshing badam yong'oq meg'izi quvvat ichimliklari tabiatdagi soplik bilan quvvatning mujassimi. Yoshing badam yong'oq quvvat ichimliklari. Taşkın demek vücudumga kuch quvvat. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşkunluk ve işet taşkından başlangısı. Taşkın aksıl talqalları. Sertan algıç pastasını bilemsiz. Sertan pastası Sayram Gölü'nün Evreş'ke elingan Tianshan soğuk su algısıdan işlengen patent hukukiga ega. Men Mevlan Memtimin. Sertan algıç pastasını her birinlarga tavsiye qilman. Sertan tishni chimitish uchundir. Her günü keç seher tang, qo'limizda bor Sertan. Sertan soğuk su algıç pastası. Sertan algıç pastası qatarlıq patentlik oliy mahsulotlari bilan olqishga erishgan Xinjiang Yangi Biopantexnika cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Reyhangül Jamal. Mübarek olsun. Reyhangül'ün 3. basqışda qadam ağalıqını qizg'in tabriklaymiz. Mübarek olsun. Rahmat mana. Yana bir basqışda tayyorligingizdan texnik yaxshi bo'lishini umid qilamiz. Irfon. Irfonning hozirgi tuyg'usini his qilyapman amaliyotda. Sol tarafim ozroq og'riyaptimda. Albatta og'riydi-da. Mushu musobaqa qatnashib bugungi kelganga qadar va hozirgi natijaga qadar sizning kayfiyating va bizga aytmoqchi bo'lgan yurak so'zlaring bo'lsa, san qisqagina vaqt beramiz. Alloh baqaydi. Mayli ishni bo'lmaydi. Mushu sahnalarga chiqib, mushu ustozlarimiz bilan yuz ko'rishib, didorlashib, işte qobiliyatli ustozim Aygul muallimdan qimmatli darslarni anglab, qig'inimning o'zi men uchun bir g'alaba deb o'ylayman. Albatta, İpek Yo'li Sadasi programmasining keyingi qarorlari yana davomli sizlarni qizg'in qarshi oldi. Tayyorligim bitgan zaman mushu sahnaga kelsang, yana mushu ustozlar sen uchun quchoq ochadi. Ma'qul, rahmat. Sana omad tilaymiz. Ishlaring yaxshi bo'lsin ustozlar bilan bir. Xo'shlashib olamiz.
Daqla bugün acaba bir çıraylı koyup kütüpsen go. Qanday lav soruq sigdin? Beyziye rengi. Adış mavcu periodiyonun lav soruq erine. No rengi pek beyzi qara. Qara. Şunda açıdı öyle. Şikin alğanda mesela birini bire işletip bakına. Rahmet cuma adaş rahmet da sana. Da hoş qılatdın meni. Periodiyo. Tabiiylik va sofliqni asos qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Pavidio sodichaklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Zamira bilan Gulmira Ablamitni bir guruh qilgandim. Bu ikkilarning ovozi millicha ovozga kirib qoldi-ku, hamda. Shuningga ikkisiga bir naqshini berib, xalq naqshidan birini o'rinlasa qanday bo'lgandi? Ovoz ikkisining ovozlari xili kangri, millicha naqshlarning puraqlarini shuna yaxshi olaydi ekan. Undaq bo'lsa, shu bularning ovoz sharoitiga qarab bir guruh bo'lgandan keyin naqshini o'zingiz tanlab berdingizmi qanday? Xalq naqshidan birini beraymi-ki deb o'ylayapman. Uslub birga kelsalar, menimcha cho'qim unda qiyinchilik bo'lmaydi menimcha. Tövəndə səhnəyə çıxmaqçı bolğan mahirlərimdən Gülmira Ablamit bilan Zamira Ablamit. 大家好，我是古力米热阿布里米奇。Yaxshimizlar, men Gulmira Ablamit bo'laman. 大家好，我是在米热。Yaxshimizlar, ko'pchilik men ismim Zamira Ablamit. Mush qitimliq Ipak yo'li sadosida naqshamni qo'ygandan keyin mush xotandagi ota-onam, yo'ldoshim, do'st birodarlarim hamda xizmatdoshlarimmo mendan intayin suyundi. Men asli Abdulla Abdurim ustozning guruhiga kirgan. Musobaqa oxirlashgandan keyin Aygul ustozninki o'quvchi kamlab qilish sababdan chek tortish orqali men hozir Aygul G'ulom ustozning guruhiga kirdim. Bu qitimqi peki raqobatchim bo'lsa Zamira Ablamit. Ikkinimizning dadasining ismi o'xshaydi ekan. Men Gulmira Ablamit, o qiz bo'lsa Zamira Ablamit. Turmush jihatim bo'lsin, ham darsda bo'lsin, bizga yetakchilik qilib, muallim yaxshi taklif fikr, ham ovozni qanday kontrol qilish, ovozni qanday chiqarish jihatdan nurg'ulg'an bilimlarni bizga o'rgatdi. Bək yaxşı Gülmira, şunda yaxşı. Haqiqiy hissiyatning ichiga cho'kaldingiz. Muzika bilan sizning ovozingiz haqiqiy birlashaldi. Hozir mayli hissiyat jihatdan bo'lsin, mayli kayfiyat jihatdan bo'lsin, mayli ovoz jihatdan bo'lsin, shunchaki yaxshi. Endi qarang, har qatamda bir qaytlash bo'ldi-ku. Ajab ichim og'riydi. Birinchi qitimda shunda lirik, siliq, yumshoq holatda bo'ldi. Endi ikkinchi qitimda yana bir qaytlash bo'ldi. Sizce bu qaytlashda yana birinchi qitimga o'xshash olamdiq yoki kuchliroq? Yaxshi. Ashuni bir sinab baqamdiq. Mush qitim men Aygul muallimning ko'pisiga kirgandan keyin Aygul muallimdan nurg'ulg'an bilimlarni egalladim. Birinchisi bo'lsa, shu naqshni aytgan vaqtida nafasni qandoq ilishimiz kerak. Yana birisi shu naqshni sahnada aytayotgan vaqtimizda sahnadagi jiddiylikni qandoq betaraf qilishimiz kerak. Shu bilimlarni o'rgandim. Gulmirada amsi biz naqshni yaxshi aytishga tirishaylik. Ham sizga utuq va madadlarni tilayman. G'ayrat qiling. Tang tirishaylik. Zamira singlim ikkimiz mush naqshni muvaffaqiyatli o'rnay olsak, bu ikkimizning eng cho'ng muvaffaqiyati. Sizmi tirishing, menmi tirishay. Qadrli do'stlar, bizning programmamizga qatnashib, natijaga erishgan mayirlarimizning imtiyozlari ajoyib katta. Balkim programmamizni izchil turda ko'rib kelayotgan do'stlarimiz, programmamiz qatnashgan mayirlarimizning qanday katta mukofotlarga erishadiganligidan xabardor bo'lib bo'lgan bo'lsa kerak. Shundaqmi, bugungi naq maydonimizda do'stlarimizga katta imtiyozlarimizni yana bir qatam aytib o'tmoqchimiz. Bizning birinchi bo'lgan mayirimizga Xinjiang Pavidio xalqaro sodichaklik shirkati 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. İkinci bo'lgan mayirimizni bo'lsa, Xinjiang Belikyar elektron fan texnika chaklik shirkati izlash aptitali 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Üçüncü bo'lgan mayirimizni bo'lsa, Xinjiang Yaşın tibbiy dorigarlik chaklik shirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. To'rtinchi bo'lgan mayirimizni Beijing tashqin xalqaro pay kontrol guruhi 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Albatta 5-chi bo'lgan mayirimizga ham bizning ko'ngil sovg'alarimiz bor.
5. bo'lgan ayrimizda Şinjan Yengnur Biopen Texnik Çekti şirketi 10 ming yuan qiymatidagi altın mikrofon bilan tartiqlaydi. Şunlaşqa ayırlarımızdan 5. qarar Pay Video İpek Yolu Sadası programısında özünün qabiliyeti, talantini, teximi yaxshi holatini namoyon qilib, eng yaxshi mukofot buyumlarimizni uyga elib ketishini umid qilamiz. G'ayrat qilinglar. Beijing Tashqin Xalqaro Pay Kontrol Guruhi, Tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tartuq yurishlik qo'lonlari mayirlarimizga omad tilaydi.
değmen yana değmen ayrılgan ah değmen yana değmen ayrılgan yığlayman来，兄弟用一下老师推荐的这个牙膏。天山冷水皂活力牙膏。对，好，怎么样？你用了吗？你用特别好。哦，好，我也试一下。 Sertan Algaç pastisi qatarlıq patentlik oliy mahsulotlari bilan olqishga erishgan Xinjiang Yangi Nur Biopan texnika cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Ekrandagi aziz ko'rmanlar naq maydondagi suyumlik bağlıqçı ustozlar yuqorida hammalarga ayon bo'lganidek Livan Yala nomli xalq naqshisi chatma naqsh tariqasida bizning dil aramimizda bo'ldi. Nurg'un ko'rmanlarimiz balkim bu o'zgacha o'rlash mahoratidan huzur tepib, she'rin tuyg'ular qo'yinda allaylangan bo'lishi mumkin, ba'zilar masxushib ketgan bo'lishi mumkin. Shaxsan men bir anglag'uchi bo'lib sifatim bilan sizlarning bugungi hamkorliklaringizdan intayin suyundim. Shin apandimning bugungi tavsiyasini anglab boqaylik. 这个两个米人我已经分不清楚了，关键是两个人唱的都一样，我听的好像都是一个人的声音一样啊，两个人的声音好像一个人的声音一样，配合的也非常好，唱的也非常好，真的我没办法，就像两个米人我分不清一样，对啊，他们唱的呢，我也 感到很难分出伯仲。老师应该之前也听过这个旋律吧？应该这是一首很有名的民歌。对啊，歌唱爱情的。是啊，我觉得唱得非常好啊，非常好，感情非常到位啊。所以您今天把那个感情唱出来了。没法推荐哪一位是吧？一样美丽，一样好，没办法分清了。要是我在这里让老师必须选一位呢？真假孙悟空要公死了。Bizim de tanısanız olmaydı. 那既然分不清楚，就随便说吧，古里米热吧。古里米热，我真的分不清楚他们谁是谁啊？这个米热在米热，名字特别像。Geliz avlamat kamballar işte. Oldu. Ayşegül muallim. Bu bir xalq ahangiga balkim sizga nisbatan texmi bir yetishliq yoki huzurliq tuyg'u bergan bo'lishi mumkin. Uzun yillik shu xalq ahangilarini tadqiq qilish xizmati bilan shug'ullanuvchi bo'lib sifatingiz bilan sizningki tanlashingizda kim yaxshiroq o'rinlagandi? Mening tanlashimda shu zamirada millicha alaydilik xili ifodalayildi. Rahmat ustoz. Bunun hazır birincisi kucha nima atish xalq naqsi, ikkinchisi kucha xalq ahangi. Shundoq. İkisini bir-birisiga shundoq yaxshi moslashibdi. Hozir ashunaq moslashadigan ishlar bo'lyapti. Çünki baribir yana mush xalq naqsi emasmi? Shundoq. Shunga atish xalq naqsiniki bir ovoz pardadan chiqadigan ayrim bir ikki yo'lliq bir ovoz bor. Masalan, anlab boqaydi. Qilgan bu atish xalq naqsiniki alaydiligi. Mushu alaydilik zamiradan ifodalanib qoldi. Andan keyin xalq naqshlarining puraqlariga nisbatan yana zamirada bu alaydilik bor ekan. Andan keyin kucha xalq naqs ulandigu, undan keyin nima Livayala. Livayalanimi kucha naqshlarining alaydiligini yana ifodalaydi. Shunga men shu zamiraga zamirani tavsiya qilaman. Bo'ladi. Shuni shiko'li o'laqda. Avlan apandim. Şu yaman yuqori tuvan baholug'isiz, silishtig'isiz aytdi bu ishga aylanchu. Albatta. Bularning hatto shu ovoz uslarini tatib, xuddi ma ismidagi butun ismlar xatlar o'xshaydi ekan, birisiniki zakildi ekan, birisiniki gulkildi ekan. Famillardan tatib. Shu birinchi xatini vassalam, hamisi Mira aka. Mira ablamat degan o'xshash. Mira
naqshni qara, Mira Ablimit degan yigit o'xshaydi. Qarab, shu gul bilan zadilamchi hozir. Qanday tanlasak bular? Men tanlamaymi ya Aygul? O'zingiz tanlab olamsiz ya. Men faqat farq qilmadim. Men azroq farq qilganim faqat Zamirada shu Aygul ma'lum degandek azroq milliychi biroq sil ortiq, anikendan Gulmirada azroq nafslik ortiq. Bunimi yuqurtuan bağlıq olmaydı mening nazarimda. Undaq bo'lsa, ikkisining o'rinlash mahoratida misqalchilik farq yo'qmidi acaba? Yuqurtuanlik mening nazarimda yo'q ikkisida. Agarda nomer berish bo'lsam, o'xshash nomer bo'ldi. Men bo'lsam shunday qilaman. Undaqda riyosatchi cho'qim birini tavsiya qilsiz deb majburlasiz-chi. Men sinlam tanlasam deb Bunun chata yo'q. Xo'sh, amalsiz siz birini tavsiya qilishingiz kerak. Gulza deb qilib ana mudol qilayim sen. Bir tavsiya qilamiz, baribir hisob bo'lmaydi oxirida. Hisob bo'lib kelishi mumkin. Shundaymi? Qolg'ida hamda Aygul ma'lum o'zi tanlaydi. Men bunday qilay. Bularning men bu yerda birdigan bahayim, ikkinglar bek payza aytdinglar, men ikkinglarga rahmat aytaman. Aytishinglarda yuqurtuanlik yo'q. Men shu bir tarafga yonbasay hamda. Nimishqa deganda men o'tgan qatim shu Gulmira singlimizning bahonasidan bir yerda ancha-muncha ta'sirlanib qolgandim. Shu sabab bilan men Gulmirani tanlay. Garchi program qaysi uyg'un kelmasimi? Hissiy omilni o'tirtgizdi. Hissiy omilni o'tirtgizdin. Buguncha ruxsat fan. Buniki unda Gulmiraga nisbatan bugun tavsiringiz ig'ibroq dedi, shundami? Xo'sh, undaqda Ablat apandim. Ustozlar hammaylan aytib o'tganidek, bu bir guruh bu ikki mayirmani yaxshi bir izg'i kelibdi. Ikkilan yaxshi bir guruh bo'linibdi. Andan keyin ikki yurtning xalq naqshlarini bir chatma shaklda ijro qilib, boya aytganidek, haqiqatan ortiqchilik bo'lsa-mu, o'xshash ortiqchilik, kamchilik bo'lsa-mu, o'xshash kamchilik bir-birisi bilan farqsiz holatda shunday yaxshi ijro bo'ldi. Ammo ikkidan birini cho'qim tanlash tegishli bo'lgan ahvoldagi tavsiyalarim Gulmira ablam. Gulmira yuraklar saldigan vaqtlar kelyapti. Bo'ldi, undaqda biz navbatdagi tavsiyani Abdulla bosh ustozdan anglab baqayli. Her ikki o'quvchimizga intayin chiroyli baholar, bir-biriga o'xshamaydigan, o'ziga yarashadigan yaxshi baholar berildi. Zamira olsun, Gulmira olsun, ikkalisininki o'z oldiga alayidligi bor. Hamda avu bola mavu o'qituvchilar deganda atish naqshlardagi yerlik shivaga tirishdi. O'zingiz juda nadini? Atishdan desa. Turpandini. Atishdan bo'lsa ichida batte o'nasichi. Tirishqanligini ko'rdim men. Atishdi naqshlardagi shu shivini elishga tirishdi desak bo'ldi. Lekin u oyoq yetgani yo'q. Uni o'zinglar bilasizlar. Ammo Gulmira bu ommabop naqshlarga texmi ibodat masalimning aslida. Shuningga bu ommabop naqshlarda ishlatilgan ba'zi alayidliklarni o'sha xalq naqshlariga jug'uriyotdi-chu. Zamirada bir ayrim xoslik bo'lsa, va Gulmirada biroz tajriba bor. Naqsh aytish ustiga ma Gulmira. Zamiraning ovozi texmi odamga bir tatlıq tuyg'u berdiki. Qanday qilamiz hamda? Biz tavsiya qilamiz. Tavsiya qilgandan keyin men Gulmirani tavsiya qilay. Bo'ldi, yuqorida bizdan suyumli ustozlarimiz, bosh ustozlar, takliflik mehmonlarimiz sizlarga bo'lgan tavsiyasini bildirdi. Aygul muallim balkim mushu tavsiyalardan, yaxshi baholardan orduqingizda oz to'ldi chiqib qolgan bo'lishi mumkin. Shundaqdimi bugun yana sizdan oldi bilan ikki og'iz yurak so'zingizni anglaydi. Ondan biz qaror chiqarib yetaylik. İkkilanlarga rahmat. Şunda chiroyliq bak yaxshi adamdan bir oduqni chiqaqdak aytib berdinglar. Sizga rahmat. O'zinglardagi allaylikdan yo'qitib etmadinglar. Shunda yaxshi ifodalab berdinglar. Men xush bo'ldim, so'yindim. Bizning tayyorligimiz bitdi. Aygul muallimning tayyorligi bitgan bo'lsa, hamda qo'l ko'tarish orqali kimning qolib qoldigan, kimning bizdan vaqtliq ayrilib turganligini belgilaymiz. Mening tanlashim İlliq uyga isil bezak, oltin uzuki yoqut ko'zdek mos keladi. Aziz teningiz, bebaho umringiz, ko'rkam, orambaxish ham sizga xos qilib bezalgan uyingizda texmi qadr qimmatli bo'lsin.
hashamatlik, ozoda va yep-yangi muhitni Xinjiang Gogo Xungla bezakchilik qurilish shirkati sizga bag'ishlag'usi. Uy bezashda men Gogo Xunglani tanladim. Rozi bo'lganligim uchun sizga tavsiya qildim. Gogo Xungla. Men har tong saharni dilkar kiygan holda kutib olaman. Sizga, bizga, millionlarcha qizlar qaddiga shuncha yarashgan dilkar menga shunchalik yarashdi. Dilkarning har bir fasonida o'zgacha madaniyat, har bir nusxasida xos bir latofat bor. Kuylarim xalqimga yoqsa deyman. Xuddi dilkar menga yoqqandek. Dilkarga al havaslanib boqqandek. Dilkar. Alqış bizni texmi yaqinlashtirdi. Har bir olgan nafaslarim, besimlarimni yeniktirdi. Uning hidi nafaslarimni xushbaroq qilib, ishonchimni oshirdi. Sen bilan har uchrashganimda hidlaringdan bas xush bo'lib, sevg'inimda alqishdan yedan turayman. Alqish xushbaroq sevg'izlari mening tanlashim. Alqish. Xinjiang alqish xalqaro savdo chekish shirkati. Bazaga berib, partili elem, saklaqan uzunda tüzlükte qaytib, qeni ishimlikni Allah desem, qo'lablar shunda qilib, deb qo'lab ajab o'tishganda. Yig'izda açsınız da mukafat chiqadi, tartiq kola. Sertan algı tish pastasini bilamsiz? Sertan tish pastasi Sayram ko'lidan avrishga elingan Tianshan sovuq suv algisidan ishlangan patent huquqiga ega. Men Mevlan Memtiman. Sertan algı tish pastasini har biringlarga tavsiya qilaman. Sertan tishni chimitish uchundir. Har kuni kech sahar tong qo'limizda bor Sertan. Sertan sovuq suv algıç pastası. Mening bir orzuyum bor. Buvamam kunda menga hamroh bo'lib o'ynasa deyman. Qaranglar, sizlarga nima yeb keldik? Dilkar Nobeyji. Kuchingizni tozalashda huzur. Nima yeysiz shu huzur. Kunda bir tal yeysiz, uyquni yaxshilaydi. Zehningizni urg'itadi. Uchayni yaxshilaydi. Uyquni yaxshilaydi. Yoshlik jilvasi, barg'ancha yashirsiz. Dilkar Nobeyji. Taşkın demek vücudumga kuch-quvvat. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşkunluk ve işet taşkından başlangıcı. Taşkın aksıl talqanları. İzdash aptitaldagi filmlar ilansız süzüp yengilishsiz. Vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz. İzdash tarjimoni davlat o'rtaq til yoziga o'rganishdagi eng unumli detal. 200 mingdan ortiq so'zlik ombir saqlangan. Aqliy iqtidorlik. İzdash kirgizgich, qo'laylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Qiyofatimning yiqimliq bo'lishi uchun ortiq tashamga hech ehtiyojim yo'q. Ammo pokizlik, xushbiroq va uning eltisi bo'lish uchun obrazga mos kelgudek salobat bo'lish kerak. Salobat davrga mos kelgan bo'lish kerak. Meningcha erlarga mos keladigan pavidio bo'lish kerak. Pavidio erlar yurishligi. Pavidio. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik cheklanish shirkati mayirlarga omad tilaydi. Gulmira. Muborak olsun. Gulmira muvaffaqiyatli holda 5-qaror Pavidio İpek Yılı Sadası programımızdan 3. bosqichiga tayyorlikqa atlandi. Muborak olsun. Bular birsi qiymaydi bular. Suyimlik, hadi singillik bir mehr muhabbat namini his qildik. Gerçi bugungi natija Zamiraga nisbatan sal ko'ngilsizroq natija bo'lsa-mu, biroq mushadagi mehr muhabbatdan balki hozir yana qo'shildingizku deyman. Biz sahnada turib mayirlarning holatidan, ularning intonatsiyasidan, ularning chiroy mimikasidan, shularning shu vaqt kayfiyatini his qila oladi ekanmiz. Zamirada o'ziga bo'lgan bir ishonch va mag'rurlik bor ekan. Zamiraning bundan texnik yaxshi natijalarni qo'lga keltira oladiganligi ishimiz. Yurak so'zingizni anglaylik. Oldi bilan ustozim Oygul G'ulom muallimga rahmat aytaman, jafo chekdingiz ustoz. Bizga kasbiy bilimlar ham odimiylik jihatdan nurg'ulg'an darslarni berdingiz.
Andan keyin ustoz Abdulla Abdurahimovga rahmat aytaman, chunki men birinchi aylamda 4 yil ustoz o'rilmagan shu vaqtda shu. Demak, Abdulla ustoz sizni video gruppasiga olib qolgan, shunami tanlab qolgan? Shunday. Shu vaqtda bek hayajonlangandim, bek xush bo'ldim. Uydagilar bek xushib ketgandi. Yana bir qitim shu senda naqsh aytish fursatiga erishtirgan Abdulla Abdurahimovga rahmat aytaman. Ustoz rahmat. Rahmat. Andan keyin o'sha o'tirgan barliq ustozlar japa chekdinglar. Onlarga rahmat. Rejissorlar gruppasi rahmat aytaman. Ota-onam, urug' tuqqanlarim, ekran oldida meni ko'rib o'tirgan yurtdoshlarim, savoddosh do'stlarimga rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Men cho'qim tirishman, men kichik. Mağınıqan musabqam yana uzun. To'g'ri. To'g'ri. Musabqaning qoidasi bo'yicha men beqavagan bolalarga dars o'tish bo'lmaydi hozirgi kegacha. Ham bugun siz buguncha tutdingizda, bundan keyin sizga men dars o'tsam bo'laverdi. Shunga bundan keyin yana sizga kasbiy jihatdan qanchalik yordam kerak bo'lsam, biz bor. Menla emas, shu fikrlarimning hammasi bor. Shunloshi yetsa. Chiroyli Zamira tinglaymiz bugun. Gerçi natija toza ko'ngildagidek bo'lmagan bo'lsa-mu, biroq Zamiraning g'ayurligidan, Zamiraning o'ziga bo'lgan ishonchidan, shundaqlar kelgisida, texnik katta sahnalarda biz bilan uchrashadiganligiga yurak to'qligidan biz intayin xursand bo'ldik. Zamirani ham biz texnik katta sahnalarda kutamiz. Yana ko'rishguncha omon bo'ling, ustozlar bilan xo'shlashinglar, marhamat. Bunu akşamda meşgul kılmayın, demiş kılatsa. Adamı özümüz çıkan ile parodiyo İpek Yolu Çağdaş programı görüyordu. Qaysi abdidaldın görüyorsa? İzdeş abdidaldın. Özümüzdeki ma İpek Yolu Çağdaş programımızını köreşten başka yana her xil qiziqarlik bo'lgan mana kino filmlerini ko'ralar ekansiz. Shu bilasizmi? Bo'ldi, dash bo'ldi. Rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izdash abditali mayirlarga omad tilaydi. Anondan keyin Mushuan bilan Xalzat Tursunga kelgan vaqtda Mushuanning ovozi bizningki vatanimizning qadimgi ovozlariga kirdi, millicha holatdagi ovoz. Hamda Xalzatning ovozi rap aytadigan zamonaviy holatdagi ovoz bo'lgandan keyin hamda bu ikkisini masalan bir guruh qilsak, Yöringa degan bir naqshbotda mening o'yimda hamda shunday bir klassik asar bilan, qadimgi asar bilan zamoniylikni birlashtirib, o'zimizning amgakini qetib turib, g'ayri bir yangilik yaratib baqsak qanday bo'ladi degan umidda mush ikkalarni bir guruh qilsak, xosligini yaratsa qanday bo'ladi? Bo'ldi. Buni yangi bir shakldagi bir asar chiqishi mumkin. Hozir maydonga chiqmoqchi bo'lgan guruh a'zolarimdan Mushuan bilan Xalzat Tursun. 大家好，我是木轩，来自新疆昌吉。大家好，我是哈利扎的托尔逊。Salam ko'pchilik, men Xalzat Tursun。这一次参加《好声音》的比赛，自己当天是非常紧张的，害怕唱不好，也没有跟家人邻居去说这件事情。但是在节目播出的以后，我家的邻居、楼上楼下对门的这些民族同志们、家人们、亲属们都看了这一段，见了面后跟我说：“木轩儿，你上电视了，你怎么也不跟我们说一声？你唱得真好，我们从来都不知道你会唱歌。”我自己感觉到，非常的开心，能够站在舞台上为大家唱歌，能够表现出自己另外的一面，是非常开心的。Bu qitimqi men bilan musobaqa tushmoqchi bo'lgan Ibrahim Mushan bo'lsa, amaliy kuchini aytdi, kuchlik, sistemlik dars olgan, kasbiy naqshchi。老师希望我和哈利扎提能够在合作中碰撞出更多的创作火花。事实上也是这样子的。我和哈利扎提的合作是一次我从来都没有过的经历，我感觉非常开心，非常有意思。
Kıran. Ye. Yeni koydum. Ha. Mişen müştebek olsun. Ha, yana. Oo. Yaxşı. İlaç vaylıqı mayadaki küçtünce yana. Ho! Ye! Ho! Gelin açtırgan tolluk içilsin. Bu kitapqa ma'lum bizga bo'lib bergan Yo'ringa degan naqsha davlatimizniki shu Chunchu davrida ijod qilingan bir naqsha hisobda qadimiy bir naqsha, xalq naqshasi. Ana bu naqshni men tunji qitim anglagan vaqtimda biz shaxsan men o'zimdan ansirab qolgan o'disidan chiqib bo'lmayman bu naqshni deb keyin o'ylab baqsam ekan Aygulman bilan nurg'un qitim paranglish jarayonida shu jungo fon narsalar bilan rapni birlashtirib texmi yaxshi bo'lgan bir asarlarni olib chiqili deb anadan keyin Mushan Amrayimiz bilan jiq paranglish jarayonida muallim bilan jiq paranglish jarayonida ishonch to'yilib shu Yo'ringa degan naqshni sahnaga olib chiqgan bo'ldik. 好了 ，Jati， 我希望你能表现出你最出色的一面，我也会做好准备和你配合，我们一起出色的去完成这个作品，好吗？一起加油！ Mushan deydigan gapim bo'lsa, Bo'xtamiy Bey sadasida kim qilish, kim ketish u muhim emas, biz bir şey deyishgan o'xshash. Eng yaxshi bo'lgan holatimiz, eng yaxshi bo'lgan asarni Musibek sadasi qoldirib, qilsak biz uchun bu eng chong sharaf. Shunga tan g'ayrat qilaylik. Tabiiylik va saflıqni asos qilib ishlangan kozur mahsulotlari bilan Abdunum rayonimizdagi har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Payvideo savdo cheklanish shirkati programmamizning tojdorligini oldi. Bu programmamizni yangi taratquv sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk bo'lgan izlash abditali alohida talab qildi. Programmamizni rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Yoshing tibbiy dorigarlik cheklanish shirkati alohida strategik hamkorlik o'rnatdi. Bu programmamizni Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi Tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari ham shundaqla tartuq yurishlik kolalari alohida qo'lladi. Bundan başqa yana sarton algat shifasi qatorliq patentlik olqishliq mahsulotlari bilan har millat iste'molchilarining yoqtirishiga muyassar bo'layotgan Xinjiang Yangnur Biopan texnika cheklanish shirkati programmamizga alohida yordam berdi. Biz mana shu nuroniy sahnamizda mazkur shirkatlarga ham minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. YTJXCH
Tuyg'u, let's go. Esimde qo'lga tunji alg'a mikrofon. Elib bo'lgan 10 yil burun chempion. So'zlarim xuddi chaqnab turgan oltin ton. Anardan isidek saxtalarda TJC show. Addi şair oğlu çapanda da talep edip addi vice homie. Beni saatim tas kademlerimden Hazretin barcı bakırligenlerim üçün hesap verime. God damn. Kaytı doyul kaytı moyun berdim ucumcu bas erken sayıldı sımayım kayıl. Arzuyum şamnama kantarım sen ben. Tesirini kılma başka et vatkanım sana. İradem çavendazdek müziği bana kalkan. Geplerim ötkürem kademlerim kaplan. Rekabetçi başka sevmez tallığınım özel. Yıpılgını ayıpım emez. Doğrumda hip hop köp beat up sap hip hop gel big pop bulup lıklap koyuz hip hop iç kızık çay taklap flow git up sak kakşam taplap iç kıp kaklap bulut kaplap digili katlap soklalıp raptan anlap ve iyice tüysü oldum mu Cüzdan başı illusion phone ve iyice tüysü oldum mu Yeah 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 I will lose my dream Yeah I will lose my dream 天生脚下最酷的我你们能力至上的 show I will lose my dream man Adaş yaxşımı, yaxşı tudummu? Bedellerin bek tepipti adaş. Adaş men sana taşqın 5 xil tanlıq ziraat aqsil talqın demen sana ep geldim. Bunun aqsil nisbeti bek yuqur ki adaş. Anandaki işsen mo en noçeri qansiz. Beijing Taşqın Xalqaro Pay Kontrol Guruhi, Taşqın yürüşlük sağlamlıq məsulatları və tartuq yürüşlük kolaları mahirlərimizə omad tilaydi. Xoş, hörmətli görmən dostlar, naq meydandakı bağlıqçılar. Dostumuz Muşven bilan Xalzatның həmkarlaşıb orulğan xoşkişlik naqsına aid özgüçü uslubda tamamlandı. Ondaqda bugün sizlərning növbətdəki ifadələrə bizning ustazlarımız qandaq tavsiyelerni berdi ekan. Birlikte anlap bakayım.目前接下来我们一起来听一下我们的4位导师以及我们的特邀嘉宾给大家给什么样一个推荐，好吗？好的，谢谢。En aldı bilen Ablet efendimning tavsiyesini anlap bakayım, merhamet. Bu bir meydan peki alettin ait huzurlandım ben. Bu gruppdaki en şu gruppalaş ve yaxşı bir ecirninki neticesi ifadesi şu işkeylendi körüldü dep qaradım. Keyinki mahirlar yani görüşümüz mümkün. 一个是说唱风格，一个是美通和那个通俗。什么风格啊？美声。美声和应该是通俗，也有民间的元素，是不是？是吧？不是完全是美声，也有民间啊。所以这个两个不同的这个风格再合在一起，简直就是非常好的一个推荐好的吧。好的。那接下来我们一起来听一下我们的阿卜杜拉老师的意见。bek yaxşı oldu. 两个都好，我也说是这个，刚才阿布莱蒂也说了，就是很特别漂亮的一个组合。对，开始他们唱的时候，穆轩在前面唱的时候，好在在后面在等嘛，我还以为他们两个又是这个情况，对，分开了，但是我也希望他们要这么个结合，最后出来了。 我觉得这个应该是从头到尾可以结合。穆轩今天我觉得他特别紧张，开始唱的时候，因为后面有个大屏幕，我们都看到。那我就推荐穆轩吧。然后我也有一个建议，穆轩，你是学这个美声的是吧？在哪里？就是自己请老师学的。啊，请老师学的美声。 我觉得不太稳，多加努力啊。他说的mesliu今天发挥的特别出色，但是我今天推荐穆轩，不是你不好啊，你太好了，所以我就没话说了。谢谢。相对今天的表现，阿老师觉得值得推荐的是穆轩。那接下来沈老师，您的推荐是？这个。 二位的表现都非常好，这种组合非常新颖，对观众来讲的话印象很深刻。传统美声，跟这个说唱、现代说唱组合在一起，通过这种反差的形式呢，给人留下深刻的印象，非常好。
二位的表现，应该说，各有特点，都很好。但是我还是要推荐，穆轩啊，你看他的整个总体的表现，从这个身体动作表情各方面都比较到位啊，希望继续努力。谢谢老师。那接下来我们一起来听一下郎老师的推荐。首先感谢你们的精彩表演。我觉得两位都表现特别出色。可是现在我的推荐是穆轩。谢谢老师。我推荐穆轩的原因不是好在的表现不好。我推荐穆轩的同时，也希望我们新疆也有这个说唱之类的综艺节目。好在一样这样的年轻优秀的说唱歌手，有更大更好的舞台，希望更多的人能接受，能欣赏到这个说唱这个艺术形式。yana hozirgi tanlashga bir sabab aql chiroyli naqsha aytib turibsiz. Hozir tilidan ya saldiq qilib sizlar qildingmi deyman. 那个你们不要着急，这个一个老师怎么说还没决定呢？是啊，所以说我们还不知道最终结果，所以我们还不确定。哎，你在哭吗？我天哪！来抱抱，拥抱一下。来，他想抱一下哈丽莎T，来。好，给个掌声。我觉得特别温馨。其实我们想要的画面也是，类似的互相表示感谢、感恩的一个画面，我觉得挺好的。那我们一起来听一下我们优秀的Aygül老师的推荐，好吗？不哭。Ben Abdullah Ustaz bilan Shin Laushananki fikriga qatılaman. Yana kelib Ablat Malim bek etraflı xulosaldichu. Ablat Malimning gapim qatılaman. Xalzatnanki bu nomurda emgik kökte qilib turdi. Xalzat qında qarsam ijodchanlik qobiliyat va ro'yi shunday ustun ekan. Shunga men Xalzatga mayilroq turdim. 好的，那么接下来最终我们来一起来听一下Aygül老师的选择。Aygül muallim, eng oxirgi qarorni endi siz chiqarsiz. Do'stimiz Mushanning mishadi ko'z yosh qilib hayajonlanganligidan Xalzat bilan bo'lgan mushu mazgillik do'stlik, mehr muhabbatini biz his qila olamiz. Amaliyotda İpek Yolu Sadasi programmasida dal mana shuningdek har millat san'atkorlar, yosh notalar, kuychilar birga jam bo'lib o'zaro o'rganadi, o'zaro o'gitadi. Eng muhimi bir-birisiga mehr muhabbatning ulug'ligini his qildirdi. Bugun mushu sahnada biz yana bir qatim millatlar ittifoqliqqa po'raklab ichilgan ajoyib bir gulistonlikqa kirib qolgandek bo'ldik. Sizning har millat o'quvchilarga ayanmasdan mehr berganligingizga minnatdorlik bildirish bilan birga eng oxirida keskinlik bilan qaror chiqarishingizni talab qilamiz. Rahmat sizga. Bu grupimizdeki aytgan naqshining ismi Yörengi degan naqsha. Bu naqsha endi bizning shu mamlakatimizga qadimgi qo'shiqchi deymiz, qadimgi zamondagi naqsha. Ham hozir shundoq iqiyotgan, moda bo'layotgan jingdian gudian zo'pinga kirdi. Endi bu asarni men bularga berishimdagi sabab biz qadimgi narsani qadim qilolatda o'rnayotganmiz, zamonaviy narsani zamonaviy holatda o'rnayotganmiz. Endi shundoq bir guruh qatilgan vaqtida bizni qanday qilib shu qadimiylik bilan zamonaviylikni, Mao Gudian bilan Jingdianni qanday qilib shundoq bir birlashtirib bir yaxshi asar chiqib bo'lganda. Mushu ma Yörengi degan naqshni xil yaxshi o'rgangan. Lekin endi Xalzat mushunga qanday qilib kirmiz? Millatlar ittifoqligini bir ifodalash yuzasidan mushu asarni vujudga keltirdik. Endi ikkilaylarga men rahmat aytaman. 感谢你们两位，把这个作品合作的特别好，唱的特别完美。你的部分你就唱的很用心，虽然紧张了，但是你比之前的第一轮好很多。声音的那个抖的呀，那个气息控制不了的那些想象，今天就没有出现。这就是你的成功。对，谢谢老师，谢谢你们，我应该谢谢你们。然后Xalzat也是对这个作品的贡献特别大，他自己的词是自己写的，
大概意思是什么？能不能再简单给我们说一下？老师们刚才能听懂吗？大概的意思，歌词大意。Mevla Malam Abay degan bir-birimiz qarashib turgan vaqt ikisi u Hanus我一直追随我的梦，就算没有成功，也特别需要的到我们了。我一直在努力。对，我一直在努力。然后前面的那些维语词儿全是那种往前看，继续往前走，加油，对自己说一下加油。都是正能量歌词啊，对，非常正能量的。 Şiirgimi ipin vaka özanga şu aytayotgan narsalarni asosan o'zing yozdigan o'xshaysan. Ana shu. Şu Canjıballarning bir yaxshi alayligi shu. Aning kendin tanlaydigan temaları yaman peyzi bu ballarning. Bular u naqshiga bir shoirga manda desam yezib berolmaydi. Bular ehtiyojini chiqarmaydi. Kuchuklik yezib qo'yib o'tirib oladi. 虽然刚才我们的各位导师都给诸位给了一些好评，但是最终决定权还是在我们Aygul老师手上。所以Aygul muallim, ikki nafar do'stimizning ichidan biraylarni tanlaydigan paytingiz yetib keldi. Chidamayapsiz, ammo qaror berishingiz kerak. Sizning bugungi tanlashingiz. 我今天的选择是 İlliq uyga isil bezak, oltin uzuki yoqut ko'zdek mos keladi. Aziz teningiz, bebaho umringiz, ko'rkam, orambaxish ham sizga xos qilib bezalgan uyingizda texmi qadr qimmatli bo'lsin. Hashamatlik, ozoda va yep-yangi muhitni Xinjiang Gogo Xungla bezakchilik qurilish shirkati sizga beg'ishlag'usi. Uy bezashda men Gogo Xunglani tanladim. Rozi bo'lganligim uchun sizga tavsiya qildim. Gogo Xungla. Men har tong saharni dilkar kiygan holda kutib olaman. Sizga, bizga, millionlarcha qizlar qaddiga shuncha yarashgan dilkar menga shunchalik yarashdi. Dilkarning har bir pasonida o'zgacha madaniyat, har bir nusxasida xos bir latofat bor. Kuylarim xalqimga yoqsa deyman. Xuddi dilkar menga yoqqandek. Dilkarga al havaslanib boqqandek. Dilkar. Sertan algıç pastasını bilemsiz. Sertan pastası Sayram Gölü'nün əvrişki elinğan Tianshan soğuk su algısıdın işlengen patent hukuka ega. Men Mevlan Memtimin. Sertan algıç pastasını her bir anlağı tavsiye kılman. Sertan tişini çiğnetiş üçündür. Her günü geçse her tan kolumuzda var Sertan. Sertan soğuk su algıç pastası. Taşkın demek vücudumga kuch kuvvet. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşkunluk ve işet taşkından başlangısı. Taşkın aksıl talqalları. Bazaga berip, tartıqni elep, saqlaqanmısın dep tizlikte qaytib. Qani işim mihmalla desem, kola bulam şundaq bula. Dep bulab haşap uçkende. Yığızda açsınız da mı kapat çıkıdı. Tartıq kola. Acayip, pakiz duygu. Pakiz sevgiga intizorman. Tabiat menga pakiz hissiyat ato qiladi. Suv bor joyda pokizlik bor. Tabiatdan kelgan yashin mineral suyi. İzdeş aptitaldagi filmlar ilansız, süzük, yengilishsiz. Vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz. İzdeş tarjimoni davlat o'rtaq til yoziqi o'rganishdagi eng unumli detal. 400 mingdan ortiq so'zlik ombir saqlangan. Aqliy iqtidorlik. İzdeş kirgizgich, qo'laylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan.